Mening ko'zguim. Aytkinchi menga oyna, kim eng go'zal dunyoda? Hammadan ham ziyoda. O malikam, sen go'zalsan dunyoda, barchadan ham ziyoda. Chiroyli, dono, xushbichim, latofatli. Lekin sendan jicha chiroyli qiz borda. Ismi Oppog'oy. Shunday chiroyli qiz, hamma joy tabiiy. Senga o'xshab labbotiz qilinmagan. Instagramda shunday chiroyli rasmlar qo'yadi. O'zim havasim ketib, like bosib, komment yozib o'tiraman. Bo'ldi, to'xta. Ko'rsat menga uni. Yuzini bir ko'ray. Asfalt bo'ylab ketsamikin? Yo'q, o'zi shtraflarim ko'pgina. O'rmon bo'ylab ketaman. Alisa yo'l ko'rsat. Поверните направо. Ой, iflos o'rmon tushib ketdi. Через 100 метров поверните направо на улицу Бектимир-Юли. Поверните направо. Направоsi o'ngmikin yoki chap? Chap. Ma böyle bebecan? Yaxshimisiz? Menga qara. Seni opang yo'qmi mabodo? Yo'q, opam yo'q. Nima qilibsiz bebejon? Qo'lingiz muncha qattiq. Taxtami nima balo? Almob keldingizmi menga? Bu senga emas, bu opaga. Man opog'oy o'sha Instagramdagi. Man o'sha, ana. Hozir kelaman, hop. Bebejon? Ayni, bu yoqqa chiq. Eshitaman. Aytganki qizing, xuppaxuning sepkillari bor, qop-qora qiz ekan u. Unda hayotda shunaqaroq, lekin unda Xiaomi 13 ta telefoni bor. Agar unda rasmga tushsa, professional kamerani ham kerak yo'q. Shunda rasmga tushadi-da u. Demak, men o'sha telefondan olsam, mana shu holatimda rasmga tushsam, Miss 2023 bo'lar ekanman-da. Dunyo go'zali bo'laman. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.